Qizlar to'satdan uyimizga mehmon kelib qolsa-yu, stolga qo'yishga hech nimamiz yo'q bo'lsa, dovdiramaymiz. Ikkinchi qismi. Ishonasizlarmi yo'qmi? 5 daqiqada shu pirog tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib tog'orchaga bitta tuxumni chaqib, yarim pira shakar bilan aralashtiramiz. Qatuv va 2 qoshiq yog'ni solib, keyin ketidan quruq massalarimizni solamiz. Opisaniyada to'liq retseptini o'qishingiz mumkin. Massamizni tog'orchasi bilan mikroto'lqinli pechga 3 daqiqaga qo'yamiz. Pishib chiqqunicha unga eng zo'r glazur tayyorlaymiz. Kakao bilan molokoni aralashtirib olamiz. Shunaqangi yaltiroq va mazali glazur tayyor. Bu glazur juda ham kam xarj, lekin toza kakaodan tayyorlasangiz mazasi xuddi nutellankiga o'xshab chiqadi. Mikroto'lqinli pech ham o'chdi. Endi pirogimizni ko'ramiz, qanaqa chiqqan ekan. Buni hidlarini, ko'rinishini qaranglar, qanaqa vazdushniy bo'lib chiqibdi, qoyil. Uyingizda yarim kilo sut topilsa, bitta propitka qilib olinglar. Muzdekini suti yana ham yumshoq bo'ladi. Ustidan glazur suramiz va xohishga ko'ra bezatamiz. Bezatmasanglar ham bo'ladi, shunda ham chiroyli. Mehmonlar yoniga shunday olib kirib qo'ysangiz bormi? Mehmonlar yo'lda tursin, o'zingiz uyingizdagilar ham hayron qolib ketishadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Hayotingizdagi eng tez, eng mazali va eng yumshoq pirog shu bo'ladi. Retsept yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib, bundan-da zo'r retseptlarni o'tkazib olmaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying.